Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kichkina bo'lishiga qaramay qator foydali xususiyatlarga ega cheri pomidorlar haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilik ularni faqat salatlarni bezash uchun ishlatadi. Ammo cherilar bu tabiatning asl vitaminli bombasi deyish mumkin. Cheri pomidorlar nimasi bilan foydali? Cheri pomidorlari oddiy pomidorlarga nisbatan tarkibida ko'proq shakar va quruq modda saqlaydi. Bu esa uning ta'mini yanada to'yingan qiladi. Uning asosiy foydalari quyidagilardan iborat. Likopen koni. Tarkibidagi likopen kuchli antioksidant bo'lib, yurak-qon tomir tizimini himoya qiladi. Xolesterin darajasini me'yorlashtiradi va insult xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari u yoshlik eliksiri deyish mumkin. C vitamini va beta-karotin terini ultrabinafsha nurlardan himoya qiladi va kollagen ishlab chiqarishni rag'batlantiradi. Tarkibidagi lutein va Z-aksantin ko'z to'rpardasini asraydi va uzoq vaqt davomida ko'rish qobiliyatini yaxshi saqlashga yordam beradi. 100 gramm cheri pomidorda atigi 15-20 kilokaloriya mavjud. Yuqori kletchatka miqdori esa uzoq vaqt to'qlik hissini bag'ishlaydi. Xo'sh, kimlar cheri pomidordan ehtiyot bo'lishlari lozim? Garchi bu pomidorlar juda foydali bo'lsa-da, ilmiy jihatdan ularni iste'mol qilishda ehtiyotkorlik talab etiladigan holatlar mavjud. Oshqozon ichak muammolarida yuqori kislotalilik, oshqozon yarasi yoki jig'ildon qaynashi bilan og'rigan odamlarda oshqozon shilliq qavatini ta'sirlantirishi mumkin. Allergiya qo'zg'atishi mumkin. Pomidor tarkibidagi gistamin ayrim kishilarda teri toshmalari, qichishish yoki nafas olishni qiyinlashtirish kabi allergik reaksiyalarni qo'zg'ashi mumkin. Bo'g'im kasalliklaridan aziyat chekadigan odamlar ham cheri pomidordan ehtiyot bo'lganlari ma'qul. It uzumdoshlar oilasiga mansub bo'lgani uchun ular tarkibida solanin alkaloidi bor. Ba'zi ilmiy tadqiqotlar artrit bilan og'rigan bemorlarda u yallig'lanishni kuchaytirishi mumkinligi taxmin qilinadi. Buyragida toshi bor odamlar ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Oksalatlarga moyilligi bo'lgan odamlarda pomidorni ko'p iste'mol qilish buyrakda tosh hosil bo'lishiga turtki berib qo'yishi mumkin. Foydani maksimal oshirish uchun nima qilish kerak? Cheri pomidorlardan sog'lig'ingiz uchun 100% foyda olishni istasangiz, bu oddiy qoidalarga amal qiling. Yog' bilan iste'mol qiling. Likopen yog'da eruvchan modda. Pomidorni zaytun yog'i yoki ozgina smetana bilan qo'shib iste'mol qilsangiz, tanangiz foydali moddalarni 3 barobar tezroq o'zlashtiradi deyishmoqda mutaxassislar. Ajablanarli jihati shundaki, pomidor yengil qovurilganda yoki duxovkada pishirilganda undagi likopen miqdori kamaymaydi, balki aksincha oshadi. Cherilarni sovutgichda saqlamang. Past harorat ularning tabiiy xushbo'yligi va ta'mini o'ldirib qo'yadi. Ularni xona haroratida, quyosh nuridan himoyalangan joyda saqlash kerak. Iloji boricha mavsumiy, tabiiy usulda yetishtirilgan cheri pomidorlarini tanlang. Issiqxona mahsulotlarini iste'mol qilishdan oldin yaxshilab yuvish va agar oshqozoningiz o'ta sezgir bo'lsa, postini tozalash tavsiya etiladi. Cheri pomidorlari bu kichik donalarda yashiringan tabiiy vitaminlar ombori. Agar sizda surunkali oshqozon yoki buyrak kasalliklari bo'lmasa, ularni kundalik ratsioningizga kiritish salomatligingiz uchun foydali bo'ladi. Eng asosiysi me'yorni bilish va tanangizning reaksiyasini, ya'ni o'ziga xos jihatlarini kuzatishdir. Siz cheri pomidorlarni odatda qaysi usulda iste'mol qilishni ma'qul ko'rasiz? Fikrlaringiz bilan bo'lishing.